Devorni suv olmasdan shu holatda, mana shu holatga kelguncha 65 ming so'm ketsam, ishonasizlarmi? Akam, orqamdagini ko'ryapsizmi? Tekis devorga bo'lganda bo'lasizmi? Yo'q. Aka, mana buni ko'ryapsizmi? Oddiy g'isht devor ustiga xuddi mana shunaqa terma panellarni qilsangiz, atigi 65 ming so'mga bitkizib bo'ladi. Bu faqat mahsulotning o'zining narxi. Bu terma panellarimiz xuddi mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi aka, ko'ryapsizmi? Akajonim, shu terma panelni shundan terib olasiz, devori tekis bo'lsa. Eng asosiysi mustahkam emas deb o'ylayapsizmi? Yo'q aka, uni mustahkamligini tekshirib beraman. Ustidan bemalol harakatlansa bo'ladi. Toshga o'xshagan juda ham baquvvat bo'ladi. Buni sepma va quyma variantlari bo'ladi. Eslatmasa ham qilmayapsiz aka. Bitta like bosib qo'ying. 65 minglik oddiy sepma varianti bor. 120 ming ustiga quyma varianti bor. Bu terma panellarimizni to'g'ridan to'g'ri, agar devoringiz to'g'ri bo'lsa, devorga o'rnatsangiz, mana shu video olasiz. Eng asosiysi, bu terma panellarimiz ham issiq sovug'ingizda ishlaydi, ham ishlab o'tirishingiz shart emas, ham 3D ko'rinishda uyingizni chiroyli qilib beradi. Qimmat video berib turibdi, lekin narxi juda ham arzon. Xullas, uyingizni tashqi tarafini go'zal qilib berish uchun Universal Decor jamoasi sizga xuddi shunaqa taklif bilan chiqyapti. Xullas aka, video sizga yetib kelgan bo'lsa, kimdir like bosgan va sizga yetib kelgan. Siz ham kimgadir yetib borishi va foydali bo'lishi uchun hozirroq like tugmasini bosib qo'yasiz. Eng asosiysi jon aka, milliy mahsulot yana ham sifatli bo'lishi uchun, uni ko'p odamlarga yetib borish uchun hozir poddesh qilib yuborsangiz, biz ham narxini, ham sifatini yana ham yaxshilab borishga harakat qilamiz. Xullas, qurilishda ko'p foydali ma'lumotlar o'tkazib olmaslik uchun mana profilga obuna bo'lib qo'yasiz, videoga like bosib, qurilish qilayotgan do'stlarga tashlab qo'yasiz. Assalomu alaykum.